Yaxshimisilar do'stlar, yaxshisanlarmi? Sizlarga yana yuz ko'rishdik. Bugungi temamiz nihoyat ahamiyatli tema. Mushu bir tog'da ko'llar bor ekanda. 4-5 nihoyat suvi pokiz bo'lgan ko'llar bor. Bu ko'llarning ma'lum bir qaysi birisida 250 hektarlik ödeklar yashaydigan. Ödeklar yashab bu ko'lga tushib o'zib qurg'oqlikqa chiqib betag'dab buni qilib jon kechirdik. Shu ko'lni 30 kun 35 kun ichida bir ko'lni bular ravus patqoqlikqa aylantirib ekanda. Shu bigaga desep patqoq bitilgan ko'lga tushib betag'dab qilavergankin bu bir ko'l patqoq ko'lga aylandi. Buning bilan bu ödeklarninki başlığı ekan bir ko'chamiz deydik. Boshqa ko'l ko'chamiz. Chiqanlar deydik. Hammamiz chiqadigan sizligi yan tarafdagi ko'lga ko'chadik. Uni 35 kun 40 kunda uni patqoq qildik. İşte qilib eng oxirgi bir ko'l qoldi ekan. Ashdan ko'chdik. Ko'chib uni hammasi ular ish qilib suv tushiradilar bu. Sonun rengi özgürlükçü başlayırken de. Şu an ben pakiz köl qamaptı, hemimiz patqaq köl. Bulay patqaq qilgan köl belaq maqanmaydigan. Kölninki jalblanarliq yer qanmaydi ekanda. Atraf qarasa hamma köllar patqaq. Hammasi petaqlab bo'lgan. Shuning bilan bu kölninki bu ödeklarninki boshlig'i ikkisini bo'riydi ekan. Çıkan asmalı, uçum. Etrafını gözden, tağına uyagan gözden. Pakiz köl olsa, köçümüz. Kendi ki, bu iki ödek uçu diken asmalı. Cümleyi tarafı kara. Kaytıp gelip, deydi ki, muşu tağının keynide çoğun köl var ki. O köl nayet çoğun. Ama bizimki bulğagan köllerimiz de kiçikken, o bek çoğunken. Dikin, suyu bek pakiz, bek çıraylık yerdiken mənziriz. Ama köl bek çoğun. Biz o yerde məngü qasaqını boğuda kaldı bir çoğun kölge. Dikin ki, başladı. Köçümüz. Tayarlanan, fıçımız. Misin çizip, fıçıltağın tayarlanan vaxtında azraq kalışlaydı qaraq bir ödek var ki arasında. Başla, hangi gepim var degan. Biz shu cho'ng ko'lga mushtal berib urilishimdik, ama futqolni pakiz yo'qmi, ostimizni bir qilib tozalab, anankin baramdi. Deydiganda. Bu endi bir ayta to'qilma hikoya, endi buningmi biz saboq olsak bo'ladigan narsalar bor. Bundan qanday saboq olamiz deganda, mening shaxsan o'zimning olgan saboq, mening tushuncham yeni bir işni başlagan vaqtimizda aldın qitimqi işimiz vayron bo'lganlikdan, o'xshamaganlikdan, muvaffaqiyat qozonmaganlikdan yeni ishni boshlaymiz-da. Shu yeni ishni boshlayotgan vaqtimizda aldın qitimqi ishimizningki vayron bo'lishiga sababchi bo'lgan odamlar bilan mayli sherik bo'lsin, mayli qo'lastimizga ishlaydiganlar bo'lsin, mayli bir hamkorlashgan odam bo'lsin, shu ishimizningki mag'lub bo'lishiga sababchi bo'lgan odamlarni yeni ishga qo'ldan tutib akirmaymiz degan bir hukmni hosil qiladi bu yerda. Yeni ishni boshlagan vaqtimizda oldin ishimizningki barbod bo'lishiga sababchi bo'lgan insonlar bilan birga qilmaymiz bu ishni. Asli shu o'dak degandek ostimizni putimizni tozalab ananlikin tushamdiq, ya mushtali tushamdiq degan maqsad. Mushtali tushib olsak, bu uyana bo'lg'aymiz degan gapda. Shuning uchun yeni bir ishni boshlayotgan vaqtimizda yaxshi o'ylashimiz kerak. Oldingi vayron bo'lgan ishimiz nima sababdan vayron bo'ldi? Kimlar bilan birga bo'lganlikdan vayron bo'ldi? Kimlar bilan birga qo'ltiq to'qmush ish vayron bo'ldi? Agar shu insonlardan jiroqlashmay, yana shu yeni ishga qo'ltiqsa, uning vayron bo'lishi yaqinlam ko'zga ko'rinarliklarda o'xshaydi. U vayron bo'lsa, yana bir ishni o'ylasak, yana shu odam yenimizda bo'lsa, u ishmi ahmaydi vayron.
emaslar.